alamet. Hey, rahmet mehmonlar. Hoş kelibsizlar çayxonamga. Kelgan qadaminglarga muborak bo'lsin. Çay do'stlar, Savirdan imomdan sizlarga o'tliq salom. Esil. Aziz mehmonlar, Çay Rishisi programmasi orqali sizlar bilan davomli yuz ko'rishib turyapmiz. O'sha fursatda qadam tashrif qo'ygan barliq aziz mehmonlarga minnatdorligimizni bildiramiz. Shuning bilan birga aylanlar xo'shallik tilaymiz. Çayxonamizda erkin azodi ichilib, yeyilib, o'ltirib, çaylarimizni ishkash, nag'ma navolarimizga quloq sag'ash, chaqchaqlarimizga aralashqash, unutilg'isiz bir ta'sirotlarni qoldirishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Mana bu Çay Rishisi programmamızın tacıdarlığını Şinjan Romantik Aile Bezekçilik buyumları şirketi alayda öz üstüge aldı. Allah mübarek olsun. Rahmet. Çay Rishisi programmamızın Şinjan Eren buyumları teri asraç buyumları şirketi alayda qo'lladı. Onundan başka yana Canan Fen Texnik şirketi mi Çay Rishisi programmamızını alayda talep kıldı. Muşu şirket hocaylarga, muşu şirketlerge çin yürügümüzde minnettarlığımızı bildirimiz. Rahmet sizlerge. Bugün çayxonamizga bek aziz mehmonlar qadam tashrif qilibdi. Bundan bek suyunib ketbarmi? Demek muşu cho'lponlarning, naqsh san'atkorlarning, aziz mehmonlarning davomli qadam tashrif qilib turishi, o çayxonamning kundan kunga ro'naq tepib kelgusida butun yerlarda mening çayxonamning qaynaydiganligidan derak beryapti. Mening ko'nglim tuyib turyapti shuni. Şunu deyme Adilka. Şu kelgan mehmonlarimiz arasida yani Muqam ansamblening talantli naqshchisi, Muqam varislardan biri bo'lgan bizning ko'zi ko'ringan talantli naqshchimiz Komiljon Jililmo bugun çayxonamga kelgan bo'lganda ekan, o'sha elimizning ism naqshdan bir bahrilansakmi? Marhamat. Salam, hurmatli ustozlar, shundaqlar, maydondagi tomoshabin do'stlar, qarag'anchi qarindoshlar, shundaq ekran oldidagi barliq tomoshabinlarga menda o'tli salomlar bo'lsin. Savir akamning boshlig'ida bu Çay Rishisi programmasining qaytadan yana qo'zg'atilib elib berilganligini olib nayt xush bo'ldik. Jiq fikrlashdik. Bu da biz bu yan qo'yish jarayonida shunda ilg'or fikrlarni anglab nayt xursand bo'ldik. Buningdagi kelgishini ko'rgan bo'ldik. Shuna qo'limizdan kelishicha biz yana bu aka qanday xizmatimiz biz tayyorlab qo'limizdan kelishiga ancha-muncha bir ikki naqshimizni elib keldik. Hem biz atışıkla adasa asasen alay deyimiz, biz birey demeyimiz değil mi? Şuna bu şu Savir akamның şirketinden bulap makinelik kimiş mesulatlarından yaxşı setilip jaqaraq pul tepip pul elişini tölep alay da bir naqşan var halaklar. Şurada etip vermeyi şondum. Merhamet. Rahmet. Ettim son içmeydi Ördek bamikin külde Vay külde Yar üyedin çıkmaydı için öyde vay öyde alay 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 vay men alay
men Melengin gibi yaman bek yaman ayrılıp giteydi sen yar salgan utan yaman ben yalan alay 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 vay men alay elçevet heyüyünge ben alay 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 vay men alay gönlümdeki şu yağa men kanay Gördüküm, Hoş aka. ben bir nesne xiyal qilib qo'yapman. Endi sen bor bu yerda. Shundoq. Sening choyxonang Abayev ukam o'ltiribdi. Endi mushundaq yaxshi bir el so'ygan muzikantlar bor yerda. Toza hammanglar bir birlashib, bir xalq naqshini bir o'rlab bergan bo'lsanglar deb. Voy. Voy bo'ladi. Jonidil o'ralaymiz aka. Bo'ladi bo'lmamda bir chavshalaylar. Ha, albatta. Ma'qul, ma'qul. Bu alemde kilip kan acını yeme Benimkini mihribanım sen ayere Benimkini mihribanım sen ayere Gözümün gözüne yarın acilime Beni aramayacağım sen Ayla hayaley anar haley yar yar Tel ol kasem ayarey hiyali sen kendin ayarey hiyali sen geldin derdim basiyet yariyem acniyem altınım mubestiyem geldim acniyeme Gül kestim oyma oyma bey ay yere ay vay gül yar yar yar
Bamoya yargaya vay toymak acilime Bamoya yargaya vay toymak acilime Aysanavdan ayvayşi acnimey ay gülmeşu yar yar Söygen yadına ayrılmak acnimey Rahmat, mehmonlar. Mötüver aka. Munda gap. Bayatını yağı şundaq yaxşı esil paranlanım anıldık. Əmdə məşu məşəl malımınki gaplarını anlığandan ki, mən bir əmdə azraq bir nərsəni esqib qaldım. Məşəl malımını yəni bir baldaq bir tonuşturuşqa əmdə bir ihtiyac olub qaldı. Nemişqə degəndə Yaqubcan məşəl malım bu Rəhmət şirkətinin də emas. Mənim məşu çay riştisi soda çəklik şirkətiminin məsləhətçisi ço. Ondan başqa yana məşu özümüzdəki energiya məbləğçilik şirkətimizin baş məsləhətçisi. Anda qoğandakin bugün təklif bilan kelgan karxanchilarimiz bor. Ondan başqa Rəhmət şirkətining xodimlari hammasi bor. O'sha shirkat haqida, shirkatlarning yani karxana boshqarish, yani maslahatchilik haqida o'sha mash'al ma'lum yana bir valdaq bir cho'nqurlashgan bir mazmunlarni so'zlab berasmikin degan bir o'yin bor. Haqiqatan bu xiyol o'sha o'tgan karxanchilar uchun bir ehtiyojliqmikin deb o'ylab qoldim o'zimcha. Bayinli qilib qolsa ajab emas. Yaxshimisiz karxanchi do'stlar? Bayatın hamda Savrdan imom alaydan taklif qilgan ekan. Hem bizim hem de bir məsləhətçi buluş sübtimiz bilen bu sorunda özümüzün rolunu cari qıldığımızsa bulmaydı. Mən hem de nurgun məsələlərə yoluqub duruyordum. Her günü şirketlerindeki karxanlarının dərtlərini anlap duruyordum. Bağan seri hem de ticarette rəqabətine ait kəskilişkit bardı. Bunu hemimiz düşünüşlük. Burun asalla iqtisadi kirim yaratayotgan nurg'ulan karxanlar yakımısa, yaki ticaretçilerin ahvali tənsleşiyotidir. Bunun her xil sebepler bulsa mı? Albatta buningda mohiyatlik va sabablar bo'lgan bo'ladi.
Bu to'g'riliq, endi men do'stlarga azroq bir narsani deb bergim kelib qoldi. Korxonchilikda 3 narsaga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Lekin men bir qism shirkatlarning xo'jayinlarining mushu omillarga ancha bek ahamiyat bermaydiganligini cho'nqur tunib yetdim. Aşağı mayli ekran aldırık ki karxancı dostlar olsun, mayli mişe kegen suyumlu karxancı dostlarımız olsun. Muşu münasebet anlap kalsa benim uçağında karxalarının tarakkatı da çokum bir paydası var deyip qarayman. Çünkü bu memnun 20 yıllık karxancılık hayatımda özümü işiltip bakkan, sınap bakkan, menfaatim köge işler. Onun da başka bizge üretken ustazlarımı bu toğlu biz köp təlimlerini bergen. Mayli nazariya cihatı olsun, mayli emniyet cihatı olsun, bu işençilik bo'lgan. Bir üç xil iş to'g'ri qazaq so'zlab bermoqchi. Shaxsan malla emas, barliq korxona maslahatchilari, barliq ustozlar buni ta'kidlab kelayotgan so'z. Men balkim bu yerda anglaganlar bo'lishi mumkin, anglamaganlar bo'lishi mumkin. Korxonchiligimizda bo'lsin, mayli yak tijoratimiz bo'lsin, mahsulotning sifati birinchi o'rin turdi. Mahsulotning sifati birinchi o'rin turdi. Masalan, mushu mana rahmat nonlarini bayat hammamiz tetib baqdik, yeb baqdik, isqib baqdik. Mishada hammamiz nihoyatda maqtab ketdik. Hech kim bu yerda bir xushomat qilib emas, haqiqiy rozimanlik bilan maqtab ketdi. Hatto mishal yeb xo'sh oldik hamda. Demak, hamda sifat degan zot nima? Bu sifatga bir aniqlik berishimiz kerak. Bu sifatli mal ishlash kerak, sifatli bo'lish kerak degan gapni anglab turibmiz. Mush abstrakt gaplar bizda bekchiq. Masalan, biz bolalarimizga nasihat qilsakmi, balam tirishib o'qigan deb beshini silab qo'yamiz. Bolamiz nima deysa, ma'qulata tirishiman deb qo'ydi. Bu zoti tirish degan nima degan gap? Bu bir mavhum gap. Andikin uftuq to'g'riliq leksiyalar bekchiq. Masalan, uftuq qazanish, mag'lub bo'lish degan gaplarni aytib ko'p. Undan uftuq qazanish degan nima degan gap? Bu bir mavhum gap. Chunki har bir odamning kallasida o'ylaydigan o'xshamaydi. Orzusi o'xshamaydi. Demak, mishada o'ngishib o'tirib, mishada mening bu so'zni qo'yishim amaliyat bir uftuq. Mushunaq bir yaxshi programmani yo'l qo'yganimiz uftuq hisoblanadi. Bu cheksiz narsa. Bu konkret bo'lmaganligi uchun nurg'un kishilarimiz buni tushunmay qolayotgan yoki qilolmaydigan bir ahvolga yuz berdi. Ya'ni ijro qilolmaydigan gap. Xo'sh, shunda bo'lsa, men sifatga bir aniqlik berib boqay. Sifat degan zot nima desa, buni qisqartib nima deymiz desa, uning unum ko'rgan bo'lsak, shu sifat degan shu, unumi bo'lsa sifat bo'lgan bo'ladi. Unumi bo'lmasa, biz uni sifatli demaymiz. Buningga balkim ba'zi narsalarning chidamchanlik qarab sifatlikka deyishimiz mumkin. Ba'zi sansifir munosabatli narsa bo'lsa, uning to'g'riliq darajasi qarta biz buni sifatlikka deymiz. Masalan, shu nonni albatta biz buni sifatli emasligi bayatın degan gapdan aniq bo'lib ketdi. Biz buni yegandek zaharlanib qolsak bo'lmaydi, u sifatli bo'lmaydi. Bayat adlikam shundoq yaxshi tushuntirib berdi. Xo'sh, unda bo'lsa birinchi eng muhim bo'lgan shu sifatli bo'lishni iborat mush omilga sal qarayotgan korxonchilarimiz yana mavjud. Mushundaq bir taraqqan vaqtda nurg'un korxonchi ustozlar tarbiyalayotgan o'rganishlar shuncha yaxshi bo'layotgan sharoitdimi, yana sal qarayotganlar bor. Bu birinchi omil. İkinci amil nima degan vaqtida tashviqot. İkincisi tashviqot. Sizning mahsulotingiz qancha yaxshi bo'lib ketsin, tashviqotingiz yaxshi bo'lmasa yana bilamay qoldim. Mushu tashviqot degan gapning o'zida aniqtirmamdi. Tashviq, ya'ni uni qo'shilgan qat. Shunami? Qatma-qat degan bir gaplarimiz bor bizning tilimizda. Ya'ni ko'plikni bildiradigan gap. Ya'ni qayta takrar tashviq degan ma'noda. Bizning tashviqotimiz kuchli emas. Shunlashqa kuchli tashviqot orqali bozor kirgil bo'ldi. Men buna bir kichikdan bir minutlik bir hikoya aytmasam texnik tushunish bo'ladi. Burun bir yurtda nihoyat yaxshi axloqli bir qiz bor ekan. Ota-onasi buni nihoyat yaxshi tarbiyalabdi, axloqli tarbiyalabdi. Ham sirtlarga to'lib chiqmagandan ko'p odamlar tonimaydi ekan, bilmaydi ekan. Kunlar o'tib, oylar o'tib, bu yig'ib to'y qilish ishiga kelib qolgan bo'lsa-mu, yaxshiroq bir yerni elchi kelmabdi. Shuni bilan bu ota bo'lgan odam albatta g'amaydigan gap, bolaning g'amini yeb, bu qanday qilsak bo'lar, bu qizimizni deb g'amga tushibdi. Bir kun apisi debdi, dadasi, siz shu mahallada bir danishmand odam bor bilasiz. Shu odam bir masala solib baqsangiz bo'lmamdi. Shu bolaning masalasini bir hal qilsak bo'ladi degandiki, voy bo'ladi, men berib boqay deb bu danishmandni beribdi. Danishmand odamga bu ahvol degandikin u odam shunday dedi. Men hozir sal aldirash vaqtida kelib qolsa, atma mehmon chaqirmoqchi edim. Shunlashqa siz atni xolisangiz qizingiz kelib, men bir kun qarish bersin. Uningdan kim men sizga bir yaxshi bir tadbir tuzib beray debdi. Degandikin bu odam ma'qul debdi, ondan u bolasini avatibdi. U qiz atdigan pokiz yasinib, tarnib, chiroyli kelibdi. Bu shunday axloqli bo'lishdan birga ishlamchi qizga. Nayt aql parasatlik, ishchan, unutgan qo'ligi yumshoq, otani hurmatlaydigan, gapini anglaydigan, cho'nglarni hurmat qilgan, kishilarni izzatlaydigan shunday axloq fazilat qiz bo'lgan. Bu yerga kelgandikin, u yerga kelgan kishilarni yordamlashib, ba'zilarga tamoq tushib turibdi, tamoq etishib turibdi, mehmonlarni kutishib turibdi degandek. Kashfiga vaqtida jo desa,
3 oiladan elchi kelibdi. Voy mush qizingizdan bizga bergan bo'lsangiz bak esil qiz bo'libdi, tamoqni obdan etar ekan, mehmonni hurmat qiladi ekan, hamma jihatdan rozi bo'lib ketibdi. Yana qanday ish beribdi desa, yana 5-6 yigitdan yushirin xatmi kelib bo'lgan gap. Demak hamda bu nimani tushuntirdim o'sha kay desa, bu albatta bir tashviqotda. O qizlarni ko'rmasa, bilmasa his qilolmaydi. Garchi yaxshi qiz bo'lsa-mu, boshqalar bilmay qolgan gap. Bu odam mana shunday bir amaliy tajribalar usul orqali yordam qildi. Yig'ib aytganda biz korxonchilar kuchli tashviqot qilishimiz kerak. Bizning tashviqotimiz bek oddiy bo'lib qoladi. Masalan, kola shirkatining xo'jayini Asakanlar efendimga ayni vaqtida bunda degan. Bu necha milliardlab mablag'ni biz mush e'longa berib boramiz. Bakchiq pul ketdi bu e'longa degan vaqtida bu odam bunda degan. Bizning mush kolayimizning 99.9% suv tursa, e'lon bermasang kim olib ichadi deganchi. Demak, hamda e'lonning kuchi bilan butun dunyoni qopildi. Hattoki Taklamakan cho'ligini o'ttirib borsangizmi, Qumloq toshyo'lning atrofida liq kolaning botolkasi. Sahray kabir cho'lligiga borsangiz liq kolaning botolkasi bo'ldi. Mush holat kelishida e'lonning kuchi intayin muhim rol o'ynagan. Shunga do'stlarniki mushu taraf alayda ahamiyat berishni umid qilamiz. Uchinchi muhim omil bo'lsa, yana a'lo mulozimat qilish. Bizniki korxonchilarimiz mushu jihatda sal ojizlik qilib qo'yadi. Ya'ni mulozimat kelgan vaqtida sal ojizlik qiladi. Endi bu mulozimat sohasi qancha yaxshi bo'lsa, masalan, xaridorlarga setishning ilgirki mulozimatni biz yaxshi qilganga o'xshash, setishning keyingi mulozimatni yaxshi qilib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Tushunishyapti-ku bu gapimni? Setishdan ilgari sotqicha barliq shu vujudimizdan mulozimat qilib, setib bo'lgandagina karimiz bo'lmaydigan bunda bo'lib qolsa, xaridorlar ikkinchi qatim qaytib kelmaydi. Shirkatning kirimi faqat 3 xil tarafdan bo'ladi. Birinchisi yangi xaridorlardan bo'ladi. Shundaqmi? Birinchi qatimdan setgan xaridordan. Ikkinchisi degan vaqtida qaytib yana bir qatim setib olishidan bo'ladi. Uchinchi kirimi birinchi qatim bir yo'llik nasib olgan bo'lsa, ikkinchi qatim 2 yo'llik situasiya bo'ladi. Shundaqmi? Yana bir balliq ko'taganlikdan bo'lgan narsa. Bu xaridorlarni qayt oldirishdagi eng oshqishli omil mulozimatning yaxshi bo'lishi. Shu mulozimatning yaxshi bo'lmasligi sababidan hatto oilalar buzilib ketadi. Biz buni texnik cho'nqirlab tadqiq qilgan bo'lsak, bu bek keng doira bo'lib ketiladi. Ashxonlarning so'zi yaxshi bo'lmasligi bo'lsin, mehmon saroylarining yaxshi bo'lmasligi bo'lsin, sayohatchilikning yaxshi bo'lmasligi bo'lsin, hammasi mulozimatdan munosabatlik. 5 yiltizlik mulozimatga erishamagandan keyin xaridorlar ketib qolgan gap. Oildimi shu? Demak, haqiqiy bir mulozimatga erishamay qolsa ziddiyat kelib chiqadi. Shuningga do'stlarniki mushu jihatlarda alayda muomala qilishini men chin ko'ngildan umid qilaman. Endi men mushu masalachi qilish jarayonida bir necha shirkatlarni men ulgulik shirkat deb qarayman. Birisi shu choy shirkatining ishlarini men bir qadar tushungashganmi, guvohlik bera oladi ekanman. Bu shirkatni yaxshi qo'tir qisqagina vaqt ichida xaridorlarning qalbida bir kichik o'rin egalladi. Mahsulotning sifatida bo'lsin, mulozimatda bo'lsin, tashviqotda bo'lsin, yaxshi qilyapti. Undan boshqa mana bu Gulbarim do'stimiz o'tiribdi. Sofiyanna terasrash mahsulotlarini bozorga silib, o't mahsulot olib navotdi. Albatta buni ko'rib turibmiz. Endi ko'rib turib biz bu paket hurmat qilmasak bo'lmaydi. Albatta bu kuchli tashviqotdan ayrilmaydi. Sifatli mahsulot bo'lmasa, tashviqot yaxshi bo'lmasa, keyingi mulozimat yaxshi bo'lsa, menimcha bozor putirib turolmaydi. Shunga barliq do'stlarimizniki mushtaq alayda ahamiyat berishni umid qilaman. Undan boshqa Olimjon og'inimiz o'tiribdi. Custom sohasidagi bayroqlar korxona hisobida Vakko markalik yaxshi esil customlarni bozorga silib, qimmat pulliq, ammo yana xirdasi ko'p. Nima uchun sifat bak esil? Hammadan rozilig'idek mahsulotlarni bozorga silib yaxshi qilyapti. Shunaqa barliq do'stlarimizniki mushijatlik ahamiyat berishni chin umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Mashal ma'lumotni aytdi. Tushunishli bizga bergan tushunchalari bizning zihnimizni taqma ochdi. Mat diqqatini bek uzib barcha. Bayatni anglayman, ma'nan qarayman, anglayman, qarayman. Bir timim çay içmeye tur 5'den niye verdim? Tüyetlen bir timim çay bile içmeye yevetkini qarab, ben bir nes isim kapkat bayam unutqap kelme, ma isim sap koydum. Elə ki, mən anlayan alim, Nallah'ını sözləb gelip, şu kuçağının kakçınlığını bilen, doktordan küçük bir nene var, tügümüdek, paltonun tügümüsüdek bir nalları var. Bunda küçük akıdı bu ne? Dep şu sorsam, bunun ki asası var. Aynı zamanlarda şu anda şu toğrak kumluqun içi kirip dep,
oylab bilib o'tdan keslab chiqimiz deb ot kümayli yo'q vaqtlarda yana uzun vaqt suv ibasa tugab ketganda birdan bu yo'g'on to'nglarda alanmagan ekan egri bu at uloqni ko'tarolmaydi uni hamda agar suv ichsa o'ngay yanib saydi ekan-ku buni amal shu tarix shular hamda buni qattiq turib bundan xotma abay nay yegan abay yegan o'xshaydi buni safar chiqqanlar to'gining tubiga chiqiliblar og'ziga soladi ekanda sağan ekan qattiq non sho'lga ishlab chiqar ekan-ku odamning o'zidan suyuqlikni chiqarib o'ziga ishkizgan-ku buni bular isrof bo'lmaydi ekan birnim ishmagandan keyin kishtarat bo'lmaydi ekan kishtarat bo'lmagandan keyin o'zining sho'lga bilan o'zi ustilikni qandirib abaydek yavrganda bundan rahmat demak ham bilmaydi bilmagach deb qo'yapman endi bu hamda shunaqa bir ilmiy asoslari bor demak bu nonni ming bir ket so'zlasakmi tugmaydi tarifi bak jiq bu tarifini bak so'zlab ketsakmi bo'lmadi chunki biz atrofimizga barliq Shinjongdagi har millat xalqi jumladan bizning mamlakatimizda hozir tarida bu nurg'ulg'an xalqimiz buni iste'mol qilyapti buning haqiqiy yaxshiligini bilib yetyapti bu non andaq yaxshi mundaq yaxshi demasakmi haq olib belgilikchi buni men bu bir qitim o'zimni devatgan nonni ijod qilgan odamga Nobel mukofoti bersin deb haqiqatan shunday-ku shunda degizyapti buni hamda mening gapimning ilmiy asosi bo'lmasligi mumkin ham buni uchun nimaga kashfiyotlar berdi lekin ashuna degizyapti-da bu chunki bu hamma xalq yaxshi ko'rgan bilan so'p ketdi bo'libmi yaqinqi vaqtlarda bizning partiya hukumatimiz bundan ko'ngil bilib kuch chiqaryapti masalan men o'z ko'zimni ko'rganda biray qo'rg'asga berib Nang Chanye Yuan degan bir kirdim. Xotanga bordim, Qashqarga bordim, Yakanga bordim. Qarmayga bordim. Urumchilikni ko'rdim. Turpanlikni ko'rdim. Bu demak Shinjongning barliq viloyat, shahar, oblastlardan non ishlab chiqarish boshi Allah burun qurilib, buning necha millionlagan mablag'ni hukumat hisobdi. Buni hamdiliqi muhitni asrashdan o malida, bu malida yiqib shumay, buni hamma yig'ib akilib bir cho'ng karxonlashtirib buni sifatli boshqarib buning o'lchamlari bo'ldi ekanda xalqaro o'lcham gapirayotgan gap bundan yoqdi ekan buni pirislab ishkirga o'tkazgan men qo'rg'asga qarsam yiqiyotdi bu voy bu qo'rg'asga kichik bir yatdi ana o'ylab qolmanda o'zimcha g'oljidim balki bu qo'rg'as tugan bundan desam poyezd bisyapti-da vagonga ne desam Rossiyaga gapman deydi deb qattiq qo'shib ketdim-da demak bizning nenimiz xalqaralashdi kim qildi partiya hukumatimizning g'amxo'rligi yardım bilan bu nenimizda kichik uyimizdan yurtdan bizning mamlakatimizdan ishib xalqaralashdi agar hukumatimiz bo'lmagan bo'lsa buni biz yana davomli o'zimizning ma'risida yiqib yavirdik biz shundaqmi endi biz bayatdan durib netizin aldı atımızdan qolgan miras kentdik bo'mizdan qolgan uyna kentdik buni yiqib yavatmiz uni dedik ularga rahmat minnatdorlikni haqiqatan bildirimiz desak bizning nenimizni xalqaro tunutgan partiya hukumatga haqiqiy minnatdorligimizni bildirishimiz kerak rahmat Abdurrahimimiz o'zining tirishchiligi bilan oddiy bir qo'li narvanchilikdan tirishib karxonlashdi nurg'ulg'an yoshlarimizga uyna o'gitib ularni ishga o'rlashtirdi bu bir yaxshi ahvol demak bundan bek suyundim haqiqatan suyundim o'zi bir kichikgina bir do'kondan taraqqiy qilib karxonlashib nurg'ulg'an bizniki yosh bolalarimizga hunarni o'zimizning yaxshi hunarlarni o'gitib karxonlashib ularni ishga o'rlashtirib davlatga bir to'kib qo'yishdi bundan keyin ishlaringiz ro'naq topsin bizning mushnaq yaxshi bir mahsulotlarimizni xalqaro tunishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman rahmat sizga
Mötəbər aka, bunda bir iş oladı. Hoş. Bu yaşlarımız arasında təsir qozğayotqan talantlıq yaş naqşçı Qamiriddin Tursunov bugün bu çayxanamga alay təklif qilgan. Lekin bu uzun yollarni biz kelyaptamdı, faqat kep bo'lmay, hozir shu kep qoldimni deydi. Endi yugurib kirib shu naqshni bir aytib bersin mi kerak? Talarni aytib kirsin. Talarni aytib kirsin. Salam. Bugungi çayxana Resti programımız qadamdaşıq qılğan barlıq əziz mehmonlarımız, ustozlarımız, shundaqla ekran oldidagi barlıq əziz do'stlarimiz hammalar xayrlik bo'lsin. Yosh naqshchi Qamiriddin Tursun sizlarga muhabbatlik salom. Rahmat. Azroq yo'llarda azroq to'slash bo'lib qolganligi uchun azroq kechki ishlar bo'lib qoldi, bu to'g'ri tushungaysizlar. To'g'ri tushundim. Unda bo'lsa barlıq əziz mehmonlarimizning hurmatiga ekran oldidagi do'stlarimizning hurmatiga yaqinda yanada e'lon qilmoqchi bo'lgan yomon go'zal bir xalq kuyimiz bor, shuni o'rnab pasam. Rahmat. Rahmat. Rahmat, teşekkür, rahmat. Rahmat. Bugün çayxanamızga yana bizning dаңlıq san'atkorlarimizdan boshqa yana taklif bilan kelgan aziz mehmonlarimiz mi bor? Men tuvanda shu mehmonlarimizni bir to'lishtirayotgan bo'lsam, mehmonlar. Xo'sh, marhamat. Xo'sh. Bugun çayxanamızga alayda qadam tashrif qilgan, yani taklif bilan kelgan aziz mehmonlarimizdan Urumchi shaharlik Parvishkor yashanganlarni kutish, asrash mas'uliyat cheklik shirkatidan Asiya xonimni qadam tashrif qildi. Rahmat kelganingizga. Baş əgim kiyim-kechak layihalash savdo cheklik shirkatidan bu Hajar Abdukerim xonim. Qanday qadamingizga muborak bo'lsin.
Şinjan Yeni Biyotexnik Çeklik Şirketi'den Ahmet Memtemin Efendi. Şinjan Mayır Karxanı Məsləhətçilik Şirketi'den Nur Mehmet Abdüqadir Efendi. Mana mushu alay taklif bilan kelingan mushu aziz mehmonlarimiz, ya'ni korxonachilar bugungi bizning mushu sahnimizda nomer ko'rsatgan, ya'ni shunday estetik zo'q beg'ishlagan esil naqshlarini akilib mehmonlar uchun choyxonamizga kelgan aziz mehmonlarimizning huzuriga sungan san'atkorlarimizga alayda ko'ngil sovg'isini hadiya qilmoqchi. Shuning uchun barliq aziz mehmonlarga, ya'ni mushu alayda qadam tashrif qilgan, taklif bilan kelgan korxonachilarga chin ko'nglimizdan, san'atkorlarga vakolatan chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat. Ay, çayxonamiz bugun ajoyib qiziqadi juma. O'shunda qizigan yeriga bir isim kelyapti aka. Xo'sh. Bizning o'sha bugun çayxonamizning husniga gul qo'shib, bizning dangliq naqshchimiz, el so'ygan san'atkorimiz Guldor Raymo kepti. Haqiqatan çay ishkili kamidi, bunday bir gaplar bormi-ki deyman. Men shuni deb turgan bo'ldim. Shundami? Ko'nglingizni tepibdi aka. Yaxshimisizlar, naq maydondagi aziz hurmatlik do'stlar. Ekran oldidagi barliq ko'rurmanlar. Yaxshimisiz? Savriddin imom. Rahmat. Barliq ustozlar, san'atkorlar, korxonchilar hammanglar yaxshimi? Bugungi bu choy rejissiyasi programmasini oldi bilan men tabriklash bilan birlikda nihoyatda bir esil sahna bo'lganligini his qildim. Chunki bu sahnada san'atkorlar bo'lsin, korxonchilarimizga bo'lsin, hem shundaqla keng xalq ommasiga bo'lsin, iqtisodiy qimmat va ijtimoiy qimmat yaratqili bo'ladigan intayin bir esil sahna bo'libdi. Xursand bo'ldim. Men bugun mushu sahnada o'zimning bir kishilik assamni qo'shish bilan birlikda buningdan keyin mushu choyxona rejissiyasi programmasiga yana davomli kelib o'zimning eng esil kuylarimni keng xalq ommasiga shundaqla mushu sahnani qurg'uvchilarga bir kishilik esil kuylarimni elib kelishga tayyorlik qilyapman. Voy rahmat. Mana. Nima degan kamtar deyman ha. Adam o'sha bek cholpon bo'lib kelsin, bek kamtar bo'lib ketamdiki deb o'ylayapman men. O'zingiz endi bugun choy Cholpon bo'lgansa men choy ichmay naqsh etdim kelib boradi. Shundami? Mashta gap qachon chiqarkin deb naqsh etmasam bo'lamdi. Marhamat. Andaqda men hozir mushu naq maydondagi azizlarimiz intayin yuqori kayfiyatda o'tiribsizlar. Ol bilan men o'zim eng yaxshi ko'radigan qumul xalq naqshlaridan birini aytib bergim kelyapti. Yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Anglaymiz. Otadek g'amg'uzor hayda onadek ay mehribon qayda sinimdek bevafo yarg'oyim meningdek kichkuyar qayda jonon
Acayip. Rahmet Cumhur, rahmet. Acayip İslam akşını yetmediniz. Keramet. Fakat duramadım. Degan choy qilib. Bu oynama degan Yüceyrem deb turibdi ki oyna degan Yüceyrem. Oynanılıp ketdi. Bekerek üstünlük kelib ketib oynanıp ketdi. Qiziq oldu ya, payz oldu. Abayning usul o'ynag'ini bugun birinchi qidim ko'ryapti. Yo'q, men siz birinchi qidim ko'rdingizmi? Men odatda davomli qilib balet o'ynagan ekan. O'sha o'ynag'ini ko'rdim. Bak chiroyli o'ynaydi. Chiroyli o'ynaydi. Endi bunda qo'ng'iroq turamdi, bizda bir safar oshqishli soatda Daduyning ambasida qildi. Rasa şöyle katılmaktı bana. Caran kılıp tazı cihaz olup tazı. Kumlukta oynayatkan tövgidek göründü. Kumlukta kongrak avazı. Qo'ng'iroq ovozi. Ya'ni ishkini asqan bo'lsam aka. Yo'lchini xadiklardek bir şey. Aç kuşlu olattım kendi. Ya abay şagirdden javlandı da, abay kam oynayıp tövgidek yitip asıldı da. Bunda çakçak kildiğen balı demem ben. Çayxanamizdagi aziz mehmonlar, ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, romantik shirkati tajdorligidagi Eren Solchak shirkati hamkorlashgan Janan Pantexnik cheklik shirkati alayda talab qilgan Choy rishtisi programmamiz vaqt munosabati oxirlashdi. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'laylik. Xayr xo'sh.